UFC rahbariyati bu jangchini Rossiyadan chiqarib yubormoqchi bo'lishi sababi juda ham qiziq. Chunki u bilan jang qilishni hech kim istamasdi. Ryan Hall haqiqiy jiu-jitsu monstri, raqiblarini oyoq bo'g'imlarini sindirish bilan tanilgan. U hatto sobiq chempionni 1 daqiqadan kamroq vaqtda mag'lub etgan. Lekin shunday paytda yagona jangchi topildi. U qo'rqmasdi. Uning ismi mag'lubiyatsiz Ilya Topuria. Gong yangrashi bilan Hall o'zini harbiy akrobatini boshladi. Aylandi, yiqildi, yerga dumaladi. Go'yo kurash emas, sirk namoyish qilardi. Dastlab Topuria hayron edi. U zarba bera olmasdi, chunki Hall doimo yerga yotardi. Har lahza oyoqni ushlab qolishga intilardi. Ammo bu o'yinlar uzoq cho'zilmadi. Ispaniyalik gruzin jangchi sabr bilan kutdi va birinchi imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Shundan keyin haqiqiy jazo boshlandi. Topuria yuqori darajadagi ground and pound zarbalarini yog'dirdi va bitta qattiq zarba uning jag'iga tegdi. Hall harakatsiz yotdi va hakam jangni to'xtatdi. Ilya Topuria shu jangi bilan hammaga ko'rsatdiki, u nafaqat kuchli, balki har qanday qurolga qarshi javobi bor elita darajasidagi jangchi.